Allah'ını bilish. Asonlashtirilgan iymon yurishligi birinchi qism. Ikkinchi nashri. Abduri Muhammad al-Jibali. 4-bob Zati sifatlar. Tonushtirish. İnsan ve başka canlılarning beden a'zolarini sifatlashda ishlatiladigan sifatlar bor. Biz ularni zati sifat deb ataymiz. Biz bir odamning yuzi, qo'li yoki puti bor degan gapning nimadan derak beradiganligini aniq bilamiz. Biz yana bir odamning putining, kalining yoki ustalning putidan farqli ekanligini bilamiz. Allah subhanahu ve taala bizga o'zining ba'zi zoti sifatlari borligidan xabar bergan. Halbuki bu sifatlar Alloh uchun qo'llanilganda biz bu sifatlarning kayfiyatini bilolmaymiz. Chunki bu insonning qobiliyatidan halqagan bir ishdir. Biz Allohning sifatlarining maxluqotdan hech birining sifatiga o'xshamaydiganligini bilamiz. Shundaqla biz yana uning sifatlarining eng oliy, eng mukammal ekanligini bilamiz. Biz Allohga faqat u o'zini sifatlashda ishlatgan zoti sifatlarni ishlatamiz. Ya'ni o'zimiz Alloh uchun sifat paydo qilmaymiz. Ham Qur'on va sahih hadislardagi Allohning yuzi, Allohning qo'li degandek zoti sifatlarni hargiz inkor qilmaymiz. Allohning o'ziga loyiq yuzi bor, qo'li bor deymiz. Ammo buning kayfiyatini Allohdan boshqa hech kimning bilmaydiganligiga iymon etamiz. Allohning zoti sifatlari orasida yuz, ko'z, qo'l va put qatorliqlar bor. Biz bular to'g'risida bu bobning keyingi qismida to'xtalamiz. Allohning yuzi. Alloh subhanahu va taolaning majoziy ko'chma ma'noda emas, haqiqiy yuzi bor. Uning yuzi eng mukammal va eng ulug'dir. Halbuki uning yuzi maxluqotlarninkiga hargiz o'xshamaydi. Alloh o'zining yuzi borligini va yuzining ulug', katta ekanligini Qur'onda bayon qilgan. Masalan, Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: azamatlik va karamlik Rabbingning yuzi mangu qoladi. Sura Rahman 27-oyat. Biz bir yaxshi amalni qilganda uni faqat to'liq ixlos bilan Alloh uchun qilishimiz kerak. Biz odatda buni Alloh roziligi uchun deymiz. Lekin bu Qur'on va hadislarda amallarni Allohning yuzi uchun qilish deb sifatlandi. Masalan, Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: poklanish uchun mol-mulkini yaxshilik yo'llariga sarf qiladigan odam uningdan, ya'ni davzax o'tidan yiroq qilindi. Uning qilgan yaxshiligi birovning yaxshiligini yondirish uchun emas, faqat ulug' Rabbining yuzi uchundir. U, ya'ni ehson qilguvchi odam Rabbining bergan mukofotidan cho'qim rozi bo'ladi. Sura Layl 17-21-oyatgacha. Buning sababi shuki, biz amallarimizni ixlos bilan faqat Alloh rizoligi uchun qilganda, Alloh subhanahu va taolo amallarimizni qabul qilish uchun ulug' yuzini bizga qaratadi. Masalan, biz namozni xushu bilan o'qiganda Alloh yuzini bizga qaratadi. Haris al-Ash'ari radhiyallohu anhu Rasululloh alayhisolatu vasallamning shunday deganligini to'plagan. Haqiqatan Alloh sizlarni namozga buyurdi. Shunga sizlar namoz o'qiganda u yoq bu yoqqa qaramanglar. Ham ko'zinglar, ham qalbinglar xushudan burilib ketmasin. Chunki bende u yoq bu yoqqa qaramasizlar, Alloh yuzini namoz o'qiyotgan bendisining yuziga qaratib turdi. Bu hadisni Imom Tirmizi, Ibn Hibban va boshqalar to'plagan. Shayx Albani rahimahulloh Sahihut Targ'ib va Tarhib 552-nomerda sahih deb baholagan. Ilova Ibn Qayyim rahimahulloh mundaq deydi. Namozda u yoq bu yoqqa qarash ikki turlikdir. Birinchisi qalbning boshqa xiyollar bilan mashg'ul bo'lib, Alloh subhanahu va taoloni unutishi. Ikkinchisi ko'zning u yoq bu yoqqa qarashi. Bu ikkilisi cheklangan. Bende namozda diqqatini yig'ibli tursa, Allah onunla yüzlenip durdu. Ama bendining xiyoli boshqa narsalar bilan mashg'ul bo'lsa yoki ko'zi uyoq bu yoqlarga qarasa, Allohmu uningdan burilib ketadi.
El-Vabil Sayb 20. bet. Bu bizning namozlarimizda nima deyotgan va nima qilayotganligimizga diqqatimizni markazlashtirishimiz kerakligini bildirdi. Ayni shu chaqda Allah subhanahu va taala bizning namozimizdan rozi bo'ladi va uni bizdan qabul qiladi. Biz Allohning yuzini o'zimizninkiga o'xshatib tasavvur qilmasligimiz kerak. Biz Allohning yuzida burun, soqol burut, qosh va hokazolar bor desa qat'iy bo'lmaydi. Biz bu haqda faqat Allah subhanahu va taala Qur'on va sahih hadislar orqali bizga bildirgan narsalar bilanla cheklanishimiz kerak. Allohning ko'zi, Allah subhanahu va taolaning majoziy ko'chma ma'noda emas, haqiqiy ko'zi bor. Uning ko'zlari eng mukammaldir. Lekin u mahluqotlarning ko'zidan tamoman farqlidir. Allah subhanahu va taala Qur'onda o'zining ko'zini tilga olgan. Masalan, Allah subhanahu va taala shunday deydi. Tarjimasi: "Kema bizning ko'z oldimizda mang'atdi. İnkar qilinganni, ya'ni Nuhni mukofotlash uchun Nuhning qavmini g'arq qildik." Sura Qamar 14-oyat. Bu Allah subhanahu va taolaning Nuh alayhissalomning kiyimisini ko'rib turganligini ko'rsatdi. U Nuh alayhissalomni va uning bilan birga bo'lgan oz sondagi mu'minlarni tufon balosidan saqlab qolgan. Biz Allohning ko'zlarini insonninkiga o'xshash rangi, ko'z muskullari yoki qapig'i bor deb tasavvur qilsak bo'lmaydi. Yuqoriqilani Allah yaratgan bo'lib, u Allohning mahluqotlariga xosdir. Allohning ko'zi mahluqotlarnikiga o'xshamaydi. Shunga biz Allohning ko'zi borligiga, shundaqla Allohning ko'zining mukammal ekanligiga iymon etamiz. Allah shu ko'zlari bilan jami mavjudotni, vaqa hodisalarni ko'rib va kuzatib turdi. Lekin biz Allohning ko'zining qandoqligi, ya'ni kayfiyatini bilmaymiz. Allohning qo'li. Allohning majoziy ko'chma ma'noda emas, haqiqiy qo'li bor. Uning qo'li eng mukammaldir. Lekin ular mahluqotning qo'lidan tamoman farqli. Allah qo'llari bilan nima ishlarni qiladi? Allah Qur'onda o'zining qo'lini tilga olgan. Masalan, u Odam alayhissalomni o'z qo'li bilan yaratganligini tilga olib, mundaq degan. Tarjimasi: Allah aytdi: "Ey iblis, men o'z qo'lim bilan yaratgan insonga sajda qilishingga nima to'sqinlik qildi?" Sura Sa'd 75-oyat. Allah subhanahu va taala bizga o'z qo'lining g'oyat zo'r kuch-qudratini bayon qilib, shundaq deydi. Tarjimasi: Ular Allohni haqiqiy ravishda tanimadi. Qiyomat kuni zamin butunlay Allohning changilida bo'ladi. Osmonlar Allohning o'ng qo'lida qatlanib turdi. Allah ular, ya'ni mushriklarning shirk keltirgan narsalardan pokdir va ustundir. Sura Zumar 67-oyat. Allah subhanahu va taala o'z mahluqotlariga o'z qo'li orqali rizq ato qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Rasululloh alayhisolatu vassalam shundaq degan: Allohning o'ng qo'li liqmiliq to'lgan bo'lib, kech-kunduz sarf qilish uni kemaytirib o'tolmaydi. Allah osmon zaminni yaratgandan buyon sarf qilgan narsasining miqdorini o'ylanglarki, u Allohning o'ng qo'lidagi ne'matlarni kemaytirib o'tolmagan. Bu hadisni Imom Buxoriy, Imom Muslim va boshqalar to'plagan. Ya'ni shumi bizga ma'lumki, Rasululloh alayhisolatu vassalam qasam qilganda doim "Vallazi nafsi biyadihi", tarjimasi "Jinim qo'lida bo'lgan Alloh bilan qasamki" deydi.
Bu bizning hayot mamatliq barliq ishlarimizning Allohning qo'lida ekanligini ko'rsatadi. Biz yuqorqi dalillardan Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos qudratlik, sehi, hammani tizginlab turadigan qo'li borligini bildik. Ammo biz Allohning qo'lining qanday ekanligini bilmaymiz. Allohning ikkili qo'li o'ngdir. Adette insanların o'ng sol ikki qo'li bor bo'ladi ve ular bir qo'lini ko'pincha hollarda o'ng qo'lini, ya'ni birisiga sol qo'li qaraganda yaxshiroq ishlatalaydi. Ammo Allohga nisbatan uning har ikki qo'li mukammal va qudratlidir. Ularning ikkilisi o'ng qo'l deb atiladi. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma Resulullah aleyhissalatu vesselam'ның şundaq deganligini rivoyat qilgan. Tercümesi: adil kişiler kıyamet günü Ar-Rahman, yani Allah subhanahu ve taola'nın o'ng tarafidagi nurdan bo'lgan taxtlarda o'ltirg'iziladi. Allohning ikkili qo'li o'ngdir. Bu adalet egalari hukmronligida, oila bola chaqasiga munosabatlik ishlarda ve özü məsul bo'lgan ishlarda adil bo'lganlardir. Muslim 1827, Jami-us Sagir 2121, Sahih Jami 1953 hadis. Allah'ның barmaqları. Allah subhanahu ve taola'nın mecazi kökmü ma'nida emas, haqiqiy barmaqları var. Onun barmaqları en mükemmeldir. Lekin u mahlukatlarning barmaqlaridan tamamen farqlidir. Resulullah aleyhissalatu vesselam bizga Allohning barmoq haqida xabar bergan. Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhuma Resulullah aleyhissalatu vesselam'ның shundaq deganligini rivoyat qilgan. Hakikaten Adem bolalarının qalblari Rahman Teala'nın barmaqlaridan ikki barmoq orasidadir. Allah'a nispeten ularning hammasi birlik qalbga o'xshaydi. Allah onu o'zi xohlagancha o'zgartib turdi. İmam Muslim to'plagan. Allah'ның pochiqi. Allah subhanahu ve taola'nın mecazi ko'chma ma'nida emas, haqiqiy pochiqi bor. Uning pochiqi eng mukammaldir. Lekin u mahlukatlarning pochiqidan tamamen farqlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge Allah'ның pochiqi haqida xabar bergan. Abu Sa'id Hudri radıyallahu anhu'dan rivayet qilindi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem shundaq degan. Rabbimiz qiyomat kuni pochiqini ochadi. Shuning bilan barliq ayol mu'minlar uningga sajda qiladi. Faqat dunyoda ko'rsatish ve o'ngiltish uchun sajda qilganlar qilib qoladi. Ular sajda qilishga urinadi, lekin ularning dumbisi bir umurtqaga o'xshash qetib ketadi. Shu vajidan sajda qilish uchun egilolmaydi. İmam Buxoriy, İmam Muslim ve boshqalar to'plagan. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu hadisdan ma'lumki Allohning pochiqi qiyomat kuni mu'minlar uchun bir belgi bo'ladi. Mu'minlar uni ko'rganda o'zining Rabbining huzurida ekanligini biladi ve derhal Allah'a secde qilishidi. Dünya hayotida mu'min siyohiga kirib olgan munofiqlar bo'lsa, u chaqda yolg'ondan secde qilishga qodir bo'lolmaydi. Shuning uchun biz namoz ve boshqa barliq yaxshi amallarimizni faqat Allah roziligi uchun qilishimiz kerak. Niyetimiz cho'qim sop bo'lishi, Allah'a ixlos bilan yuzlanishimiz, yaxshi ishlarni hargiz insonlar roziligi uchun qilmasligimiz kerak. Allohning puti. Allah subhanahu ve taola'nın mecazi ko'chma ma'nida emas, haqiqiy puti bor. Uning puti eng mukammaldir. Lekin u mahlukatlarning putidan tamamen farqlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge Allah'ның pochiqi haqida xabar bergan.
Anas radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: qiyomatda jahannamga mahkum bo'lganlar uningga tashlanaveradi. Jahannam bo'lsa, yana bormi deydi. Oxirida qudratlik Robb, ya'ni Alloh subhanahu va taolo putini uning ustiga qo'ydi. Shuning bilan uning burjaklari liq to'lidi. Jahannam sening izzating va qudrating bilan qasamki, bo'ldi to'shdim deb ketdi. Imom Buxoriy, Imom Muslim va boshqalar to'plagan. Bu hadis bizga Devzaqda her bir kafir uchun tayyorlangan joy borligini ko'rsatdi. Shuncha ko'p kafir Devzaqqa tashlanib bo'lgandimi, Devzaq yanala to'ymaslik va ichirqash ilkida nido qilib, texmi ko'p nachar kishilarning o'ziga tashlanishini talab qiladi. Faqat Alloh subhanahu va taolo uni davomli talab qilishdan to'sib qola oladi. Allah o'zining cheksiz ustunligi va qudratining namoyandasi sifatida putini Devzaqning ustiga qo'ydi. Shuning bilan Devzaq pastgo'yga tushib, davomli talab qilishdan to'xtaydi. Allohni ko'rish. Hech kim bu dunyo hayotida Allohni ko'rolmaydi. İnsan ana shundoq ojiz yaratilgan. Hatto payg'ambarlarmu Allohni ko'rolmaydi. Alloh subhanahu va taolo bizga Musa alayhissalom haqida xabar berib shundoq deydi. Tarjimasi: Musa biz va'da qilgan vaqt kelgan va Rabbi uningga bevosita so'z qilgan chaqda, Rabbim menga o'zingni ko'rsatgin, seni bir ko'rib olay dedi. Allah, meni bu dunyoda hargiz ko'rolmaysan. Chunki insonning bu ojiz teni buningga bardoshlik berolmaydi. Sura A'rof 143-oyat. Aisha radiyallohu anhadan bir muhim darslik. Masruq rahimahullohdan rivoyat qilindiki, Aisha radiyallohu anha uningga mundoq degan: kim sana Muhammad sallallohu alayhi va sallam Rabbini ko'rgan desa, haqiqatan u Allohga qarshi intayin ig'ir kazzoblik qilgan bo'ladi. Shuning bilan Masruq: ey mu'minlarning onasi, menga muhlat bersizlar, meni qo'g'lib etmasizlar degan va Sura Takvir 23-oyatini, ya'ni tarjimasi, u ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam uni haqiqatan ro'shan ufqda ko'rdi. Sura Najm 13-oyat tarjimasi, haqiqatan u ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam uni ikkinchi qitimliq tushishni ko'rdi demidimi deb so'raganda, Aisha radhiyallohu anha: men bu ummatning ichida bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raganlarning tunjisiman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga mundoq degan: u ya'ni oyatdagi ko'z tutilgani Jibril alayhissalomdir. Men faqat shu ikki qitimdala uni asli yaratilgan shaklda ko'rib baqdim. Men uning osmondan uchib tushganligini ko'rdim. Uning jismi shunchalik zo'r ediki, osmon zaminning arsini qoplab turadi degan. Va Sura An'am 103-oyati tarjimasi: ko'zlar Allohni ko'rmaydi. Alloh ko'zlarni ko'rib turdi. Alloh eng ko'yimchandir, hammadan xabardordir. Sura Shura 51-oyati tarjimasi: Alloh har qanday odamga faqat vahiy orqali yoki parda orqasidanla yoki bir payg'ambarni avatib, o'z izni bilan uningga xohlagan vahiyni qilish orqali so'z qilgan. Alloh haqiqatan maxluqlarning sifatlaridan ustundir, hikmat bilan ish qilg'uchidir degan oyatlarni Masruq rahimahullohga tilovat qilib bergan. Bu uzun hadisni
İmam Muslim rivayet qilgan. Ahiretde Allah'ını fakat müminlerli kördü. Biz yukarıda hiç kimnin bu dünyada Allah subhanahu ve teala'nı körelmeydiganlığı hakkında toxtalgan edik. Ahirette Allah'ın fazlı iltifatı bilen müminler Allah'ını kıylanmayla köreleydi. Cerir İbni Abdullah radiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, ay tolgan bir gecede sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen birli idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayga qarab şundaq dedi. Hakikaten sizler muşu tulun ayını kögendek cennette Rabbinlarını körsüler. Sizler onu körüşte kıylanmaysılar. İmam Bukhari, İmam Muslim ve başkalar toplagan. Demek müminler xuddi tulun ayını kögendek ahirette Allah'ını kıynalmay asanlık köreleydi. Demisimi hiç kim aydın gecede tulun ayını körüşte kıynalmaydı. Müminler cennet kirib boğandın keyin andın Allah'ını köreleydi. Bu ulağı verilgen kattı mükafat bulup müminler bu kattı nimetni, cennetni yaxşı kögendin mi bekerek yaxşı kördü. Şuayb radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq degenlikini toplagan. Cennet ehli cennetke kirgende Allah subhanahu ve teala ulağa sizlarga birer narsani ziyoda qilib berishimni xohlamsizlar deydi. Ular bizning yuzlarimizni oq qilmadingmi? Bizni cennetke kirgizib do'zaxdan qutuldurmadingmi deydi. Shuning bilan Allah subhanahu ve teala hicabni ichib o'tadi. Ularga Rabbiga qarashdan yaxshiroq hech narsa berilgan emas. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İmam Muslim ve İmam Tirmizi toplagan. Her qandaq kişini Allah'ını körüştün tosib turdigan nurdun boğan perde var. Allah cennet ehlinin özünü köreliş üçün şu perdini içib o'tadi. Allah subhanahu ve teala bu ayette şundaq deydi. Tercümesi: bu günde saadetmenlerinin yüzleri nurluq boludu. Ular Rabbiga qarab turdu. Sure Kıyamet 22-23. ayetler.